Bugungi kunda o'sha texnika rivojlanib bormoqda. Yanada demak kiber jinoyatga qarshi demak kurashish ham olib borilmoqda. Hech mana shunday vaziyatlarga duch kelganmisiz? Albatta, duch kelganman. Shaxsan o'zimda bo'lgan APK fayllar bor. Menimcha hammaga tanish bo'lsa kerak. Telegram ijtimoiy tarmog'ini ishlatayotgan hammaga tanish APK fayllarni bilmasdan ochib yuborganman va baraka topishsin. Mana shu ichki ishlar boshqarmasidan hamkasblarimiz yoki bo'lmasam bizni o'sha akalarimiz menga o'z navbatida telefonimni turli xil hakerlar hujumidan himoya qilishga yordam berishgan va menimcha ilk lavhamiz ham shunga oid bo'lsa kerak. Albatta, men ham shuni aytmoqchiman. Demak, Termiz shahridagi Yoshlar markazi binosida tashkil etilgan tadbirda demak mana shu kiber jinoyatchilikni oldini olish borasida seminar o'tkazilgan. Ushbu demak seminarda soha mutaxassislari, tashkilot va muassasalar xodimlari, yoshlar hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etishgan va ushbu lavhani hamkasblarimiz O'tkir Turmamatov hamda Isajon aka Abdulxayf tomonidan tayyorlangan va birgalikda ushbu lavhani kuzatamiz. Marhamat azizlar. Marhamat. Bugun raqamli texnologiyalar asrida yashayapmiz va insonlarni o'sha raqamli texnologiyalarda sodir etilayotgan jinoyatlardan, firibgarlik holatlaridan oldini olish hamda fuqarolarimizni jabrlanuvchi bo'lib qoluvchilardan oldini olish maqsadida bugun Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, kiber jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi hamda Surxondaryo viloyati xotin-qizlar faollari bilan mana shu viloyatdagi xotin-qizlarimiz bilan Zoom orqali o'sha kiber jinoyatlarni oldini olish hamda fuqarolarimizda kiber immunitetni shakllantirish maqsadida targ'ibot tadbiri o'tkazilmoqda. Seminarda ishtirokchilarga zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish jarayonida duch kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlar, kiber jinoyatchilikning keng tarqalgan turlari hamda ulardan himoyalanish usullari haqida aniq misollar orqali ma'lumotlar berildi. Seminarda hamma fuqarolarimiz o'ziga tegishli savollarga javob olishdi. Bu borada o'quv seminaridan olgan bilim va ko'nikmalarimizni aholi o'rtasida targ'ibot ishlari olib boramiz. Masalan, men APK qo'riqchi degan ilovani bilmas edim. Mana shu tadbirda o'zimga kerakli bo'lgan APK qo'riqchini telefonimga yuklab oldim va bundan kiber jinoyatni oldini olish ehtimoli juda katta ekanligini bilib oldim. Zoom platformasi orqali davom etgan seminar davomida ishtirokchilarga bugungi kunda internet orqali sodir etilayotgan firibgarlik holatlari, bank kartalari ma'lumotlarini qo'lga kiritish, soxta veb-saytlar, ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlardagi aldov sxemalari haqida tushunchalar berildi. Seminar yakunida ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan tegishli javob va tavsiyalar olishdi.